Agar hayoting bir xil nuqtaga qayta olib kelayotgan bo'lsa, bu charchoq emas, bu omadning yo'qligi ham emas. Bu ichingda jim ishlayotgan mexanizm. Sen harakat qilding, kutding, sabr qilding. Lekin nimadir doim buzildi, nimadir doim kechikdi, nimadir doim sendan oldin yopildi. Bu sustlik emas, bu sen emas. Bu senga tegishli bo'lmagan ssenariy. Aksariyat odamlar buni inkor qiladi, chunki buni ko'rish javobgarlikni olish degani. Bu yopiq dastur o'zgartirish uchun emas, bu haqiqatni ko'ra oladiganlar uchun. Bu yerda ishontirilmaydi, ruhlantirilmaydi, va'da berilmaydi. Bu yerda noto'g'ri ichki mexanizm to'xtatiladi, begona kodlar uziladi va boshqaruv qayta egasiga topshiriladi. Agar sen hali ham qachondir deb yashayotgan bo'lsang, bu joy sen uchun emas. Agar sen hozir hayotingni o'zing boshqarishni xohlasang, unda sen allaqachon tushunding.